savollariga ikkitagina variant bilan javob berishingiz mumkin, ya'ni bo'lgan yoki bo'lmagan. Boshladikmi? Ko'ramiz bugun qanday savol tayyorlab kelgan ekan. Qiziq ekan. Demak, boshladik. Yaqinlaringiz sizdan xonanda chiqmasligini aytib, qattiq tanqid qilishgan. Bo'lganmi, bo'lmaganmi? Bo'lmagan. Bo'lmagan. Ishonch bildirishgan. Qo'shiq aytmasdan bir kuningiz o'tib ketgan. Bo'lgan. 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 San'atga kimgadir taqlid qilib kirib kelgansiz. Bo'lgan. Kimga? Ko'proq Nuriddin Haydarov taqlid qilganman. Qo'shiqlaringizda ham hamkasblarimiz ham sezishgan bo'lsa kerak, retro ohanglar ko'proq quloqqa chalinyapti-da. Shundan ilhomlanib, havas qilib san'at yo'liga kirib kelgansiz demak. Juda asos. Ijro uslubingizni qaysidir xonandaga o'xshatishgan. Bo'lganmi, bo'lmaganmi? Bo'lgan. Qaysi xonanda? Nuriddin Haydarovga ko'p o'xshatishgan. O'xshatishadi. Ko'proq o'xshatishgan. Bir qo'shiqni qayta ishlab, ko'nglingiz to'lmay oxiriga yetkazmagansiz. Bo'lmagan. Bo'lmagan. Demak, oxirigacha yetkazasiz. Yetkazaman. Yetkazmasam ko'nglim xotirjam bo'lmaydi o'shani. Yo aytmayman, yo aytaman bo'ldi. Oxirigacha yetkazasiz, keyin xalqqa yetkazasiz. Albatta, albatta. Juda asos. Yaqin insoningizni juda qattiq ranjitib qo'ygansiz. Gohida bo'ldi.